Assalomu alaykum. Akalar omonmisizlar? Sog'misizlar? Akalar, mana bugun biz Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi stadionimizda qurishda davom etyapmiz. Arkalarimiz yasab tayyorlab bo'ldi. Endi buni o'rtasidan bo'lib, yoyib, orqasini svarkalab, kraskalash harakat qilyapmiz. Ko'rib turibsizlar, xudo xolasa ishlarimiz chiroyli ishlayapti. Bundan keyincha mehnat qilyapmiz. Ularni yig'ishtiryapti ekan. Bularni ming tezlatganimiz bilan baribir gazi yo'q. Kimdir elektrikni qilyapti. Hali ulab qo'ysam ham. Bu mashina zamat qilish shartmikan hozir endi? Akalar, stadionga qiziqadigan, mini polya qurdiradigan akalar bo'lsa, bemalol telefon qilishlari mumkin. Nomerlarimizni qoldiramiz. O'zbekiston bo'ylab qurib beramiz chiroyli, xudo xolasa.